Bo'pti oyijon, biz ketdik. Ha, qudamga salom ayting. Qaytishda bolani kasal qolib kelmang boshimga. Yo'q, ona, ko'chada havo yaxshi-yu, kasal bo'lmaydi. Ko'ramizda. Men tashlab qaytib kelaman. Chiqinglar, ketdik. Ona, bolalarni olib keldim. Yaxshi keldinglarmi? O sen. Bek qarab bor. Hozir 1 minut. Kasal qilib keldi-ku bolani. Jo'nat ko'proq, jo'nat onasiniki, xo'pmi? Ha, ona bola bo'lgandan keyin kasal bo'ladi-da. Ha, kasal bo'ladimi? Onani aytganini qilmagin. O'z boshimcha salasalar. Yey o'rgildim seni, ho'kaz. Jo'nat. Ko'proq jo'nat onasiniki, xo'pmi? Onasiniki boradi, kasal qolib keladi yo. Onasiniki boradi, kasal qolib keladi bular. Ha? Doktor nima dedi? Tomoq qizarib to'shang ozgina dori yozib berdi. Ha, yozibdi. Jo'nat ko'proq jo'nat onasiniki, xo'pmi? Onasiniki boradi, bolani kasal qiladi. Turgan bitgan chiqim bizni bo'ynimizga. Bir dunyo dorini olasan. Yatsiz. Qachon qarama bizga ketadi. Voy, bila. Jo'nat, ko'proq jo'nat, xo'pmi bolani? Voy meni do'mbog'im, meni asal kuzim, Oyijon. Yaxshi keldingmi? Voy, o'lay oyijon. Qaynonam endi oyingnikiga borib bachani kasal qilib keling deb bir hafta kunimni bermaydi. Ya, nima tushunmaydigan qaynonang seni? Ha, bola bo'lgandan keyin kasal bo'ladi-da. Ha, mendagunga qaynonang bor-da. Voy, kelin. Labay oyijon. Hamma aytsizda. Bolani onangizga olib borib kasal qilib keldingiz. Ana men nevaralarimga yuqtirdingiz. Ha, oying oshib ketdi qo'ying. Ha, ho'kiz. Jo'nat ko'proq. Jo'nat.